Xo'p, hurmatli do'stlar, hamma yoqqa shu bo'lyapti. Rowe avtomashinasi Malibuga sapernik bo'ldi. Malibuga sapernik bo'ldi. Rostdan ham bu Malibuga sapernik bo'ldimi? To'g'ri, komfort qismlari, balon qismlari, ichki dizayneri, вообще holatlari ideal holatda o'chiyori. Ichki holatlarni mana ko'rishlaringiz mumkin. Ham to'kka, ham benzinga, panorama, luk tomlar полностью qilingan. Komfortlari zo'r, действительно orqa qismlarini ham kapitan sizlinalar deydi-ku. 3 kishilik, 2 kishilik chiroyli maza qilib o'tirishlaringiz mumkin. Balonlari ham katta-kattasidan. Orqa qismini ham Mersiga o'xshatib qo'yganlar. Mana bagajning qismlari, orqa qismlari xo'p. Avtomashinani aka bir minutga. Avtomashinani shu hamma zo'r qismlarini ko'rdik. Benzin, gaz, tok. Aka buni o't kuchi nechta? 298 ta. 0 dan 100 gacha necha sekundga chiqadi? 7-6. 7-6 sekund. Aka shuni Malibu Excel, buni ham motori 1.5. Nomarlik bo'lmasligi uchun 1.5 motorlik Malibu Excel bilan qo'ysak bo'ladimi? Bo'ladi aka. Shunga javob, ha? Ha, davay. Hurmatli do'stlar, mana eshitib turishlaringiz mumkin. Rowe avtomashinasi bilan Malibu Excel 1.5 motorligini, ikkovini ham bir xil motorligini qo'yib ko'ramiz. Qani qaysi biri zo'r, qaysi biri tezlik? Aka, qachon qilamiz shu ishni, xudo xolasa? Chorshanba kunga qanday vaqtingiz? Mayli. Qochish yo'q. Yo'q, qochish yo'q. Bizdan qochish yo'q. Qochish yo'q, qaytish yo'q. Hurmatli do'stlar, Rowe'ni hamma Instagramda ko'ryapti. Hamma yoqqa Malibu 408 metr. Malibuga sapernik. Rostdan ham bu Malibuga sapernik bo'la oladimi? Shu videomiz qani qo'llab podeshga qilib turasizlar, kommentariyaga o'z fikrlaringizni yozasizlar. Chorshanba kun shuni qo'yib ko'ramiz. Buxoroga Rowe va Malibu